Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mavzu ovoz buzilishi etiologiyasi. Mavzumiz 4 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz ovoz buzilishining asosiy sabablari va turlari haqida tushuncha. Ikkinchi rejamiz ovoz buzilishining mexanizmlari va qanday yuzaga kelishini o'rganish. Uchinchi rejamiz ovoz buzilishining klinik belgilarini va tashxis usullarini aniqlash. To'rtinchi reja ovoz buzilishining oldini olish va davolash usullarini ko'rsatish. Demak, ovoz buzilishining asosiy sabablari haqida gaplashamiz. Ovoz buzilishining sabablari fiziologik, psixologik va atrof muhit omillariga bo'linadi. Fiziologik sabablar ovoz organlarining shikastlanishi yoki kasalliklari bilan bog'liq. Psixologik sabablar stress, emotsiyalar va ruhiy holat bilan bog'liq. Atrof muhit omillari shovqin, ifloslangan muhit va shovqinli sharoitlarni o'z ichiga oladi. Har bir sabab ovoz sifatiga ta'sir qiladi va buzilish darajasini oshirishi mumkin. Fiziologik sabablar. Ovoz buzilishining fiziologik sabablari orasida ovoz apparat kasalliklari, jarohatlar va anatomik o'zgarishlar mavjud. Bu omillar ovoz ishlab chiqarish va rezonans jarayonlariga ta'sir qiladi. Masalan, laringit yoki poliplar ovoz sifatini buzishi mumkin. Ovoz apparatining tuzilishi va uning buzilishi ovoz buzilishiga olib keladi. Bu holatda laring, vokal kordlar va rezonans hujayralarining muammolari muhim rol o'ynaydi. Bu esa ovozning to'g'ri ishlashini buzadi. Psixologik sabablari. Ovoz buzilishining psixologik sabablari stress, depressiya va boshqa ruhiy holatlar bilan bog'liq. Ruhiy holatlar ovozning tonusi, kuchi va barqarorligiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, stress ostida bo'lgan shaxslarning ovozlari qattiqroq yoki doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkin. Atrof muhit omillari. Ovoz buzilishining atrof muhit omillari shovqin, ifloslanish va tashqi sharoitlar bilan bog'liq. Shovqinli muhitda ovoz to'g'ri tarqalmaydi. Bu esa ovoz apparatining ishlashiga ta'sir qiladi. Misol uchun, shovqinli ish joylarida yoki ovozli muhitda bo'lish ovoz buzilishiga olib kelishi mumkin. Demak, ovoz buzilishining turlari haqida gaplashamiz. Ovoz buzilishining asosiy turlari disfoniyalar, afoniya, laringit. Disfoniyalar ovoz sifatining buzilishi bo'lib, sabablari ovoz apparat kasalliklari va jarohatlar. Afoniya esa ovozning to'liq yoki qisman yo'qolishi. Laringit va nodulalar anatomik o'zgarishlar va shovqin bilan bog'liq. Har birining belgilari va sabablari farqlidir. To'g'ri tashxis va davolash uchun ularning xususiyatlarini bilishimiz muhim. Demak, ovoz apparatining anatomik o'zgarishlari. Ovoz apparati laringeal organlardan iborat. Vokal simlar va laringeal mushaklar. Anatomik o'zgarishlar, masalan, laringeal o'smalar yoki poliplar ovoz sifatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarishlar ovoz buzilishiga olib keladi va ularning turlari va sabablari haqida ma'lumotlar mavjud. Ovoz buzilishining klinik belgilariga kirish. Bunda ovoz buzilishining klinik belgilarini aniqlashda ovozning o'zgarishi va kuchsizligi muhim. Boshqa alomatlar, masalan, ovozda qattiqlik, chayqalish yoki ayniqsa ovozning zaifligi kuzatiladi. Fonetika va laringoskopiya kabi metodlar yordamida klinik belgilar aniqlanadi. Bu esa tashxis va davolash jarayonida muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tashxis uchun klinik belgilarni aniqlash va baholash muhimdir. Demak, ovoz buzilishining tashxis usullari. Klinik baholash ovoz buzilishining muhim qismi hisoblanadi. Shifokor bemorlarning ovoz holatini va vizual sezgi asosida baholaydi. Ovoz buzilishining akustik tahlili. Ovozning fizik xususiyatlarini o'lchash uchun akustik tahlil keng qo'llaniladi. Bu jarayonda ovoz chastotasi, amplitudasi va spektral tarkibi aniqlanadi. Natijalar klinik tashxis va davolash rejasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ovoz buzilishining psixologik baholash usullari. Ruhiy holat va emotsional barqarorlik ovozga ta'sir qiladi. Psixologik testlar, intervyular va observatsiyalar yordamida bemorning ruhiy holati aniqlanadi. Stress, depressiya va xavotir kabi omillar ovoz buzilishiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ularni ham baholash muhimdir.
Ovoz buzilishini oldini olish usullari: ovoz gigiyenasi qoidalariga rioya qilish, ovozli organlarni tozalash va shikastlanishlardan saqlash, to'g'ri ovoz ishlatish, ovozni himoya qilish va ortiqcha yuklamalardan saqlash, stressni boshqarish, meditatsiya, jismoniy faoliyat, boshqa usullar yordamida ruhiy holatni muvofiqlashtirish. Demak, ovozni tiklash jarayoni bu davolanishdan keyin ovozning qayta tiklanishi uchun muhim bosqich. Vaqt, sabr, toqat va individual yondashuv muvaffaqiyat uchun asosiy omildir. Ovoz mashqlari va ovoz terapevtlari bilan ishlash jarayonini tezlashtiradi. Bemorning muvaffaqiyatli hikoyalari va tajribalari motivatsiyani oshiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.